Anora, Python dasturlash tilida massivlar bilan qanday ishlanadi? Telefoningizdagi kontaktlar qanday tartibda saqlanadi? Buni hech o'ylab ko'rganmisiz? Python dasturlash tilida ham barcha ma'lumotlar massivlarda saqlanadi. Ammo list ham massivlarga o'xshaganmi yoki boshqachami? Keling buni o'rganib chiqamiz. Massiv bir turdagi yoki ketma-ket saralangan elementlar to'plami. Pythonda list aynan shunday massivning kengaytirilgan, o'zgaruvchan va juda qulay ko'rinishi. U son, matn, hatto boshqa listlarni ham saqlashi mumkin. List tartiblangan, ya'ni har bir elementning indeksi bor, o'zgaruvchan. Istalgan payt element qo'shish, elementni olish, uni almashtirish mumkin. Eng ko'p ishlatiladigan amallar: append oxiriga element qo'shadi, insert o'rtasiga joylaydi, pop o'chiradi, sort saralaydi, len uzunlikni aniqlaydi. Algoritmlarda, masalan, saralash, qidiruv, navbat, stack hammasi list asosida quriladi. Keling buni amaliy misolda ko'rib chiqamiz. Element qo'shamiz, ayiramiz va uni saralaymiz. Buni attigan bir nechta buyruq bilan amalga oshiramiz. Demak, list Pythonning eng qulay va kuchli ma'lumotlar tuzilmasi. Endi savol: Remo va pop o'rtasidagi farq nimada? Javoblaringizni izohlarda qoldiring.